Oppa, men 20 yoshdaman, 34 yoshli boladan sovchi keldi. Har tomonlama yaxshi bola, lekin yoshi meni biroz o'ylantiryapti. Nima deb o'ylaysiz deb siz asalim. Oppa sifatida, oppa deganingiz uchun men sizga hayotiy tajribam, har qanday 34 yoshdaman men ham va yon atrofimdagilarni hayotidan kelib chiqqan holda aytaman, 14 yosh bu juda ham katta farq. Juda ham katta. Maksimum 5 yosh eng zo'r yosh hisoblanadi. Da 14, 12, 15 yoshlar bor. Va biz baxtlimiz, takoymiz degan hozir qizlar chiqadi. No, hammani o'ziga yarasha problemasi bo'ladi. 14 yosh bu juda katta raznica. Siz hali yoshsiz, 20 yosh. Sizni o'ylovingiz bilan ana 34 yoshli bolaniki umuman raznica qiladi. Juda katta farq qiladi. Maksimum 5 yosh farq. Yaxshi bo'lib qo'ying. Bola ming yaxshi bo'lsa, 34 yoshgacha nimaga uylanmagan? Oilam, bolam, chaqam yo'q. Yaxshi bo'lib ko'ring. Men maslahat bermasim. Shaxsan o'zim unaqa maslahat bermasim turga chiqing. Maksimum 5 yosh.